The one and only, the greatest, Arnold Schwarzenegger. Geri ortamıza geri. BMW X5 avtomobilini bamperda yirtilgan joyi bor edi. Shuni to'g'rilab, xudo xolasa qaytadan plyonka tortildi. Hozirda mashinani yig'ish jarayonidamiz, ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz polniy kuzov rangli poliuretan plyonkasi bilan tortilgan. Yana qaytadan 4 ta arkasi, oldi bamper va faroklarida plyonka tortish jarayoni amalga oshirildi. Ko'rib turibsizlar, bir xil xudo xolasa ishimiz chiqdi.